Al-Yasa alayhissalom. Al-Yasa alayhissalom Bani Isroil qabilasidan chiqqan payg'ambarlardan biri bo'lib, Qur'oni Karimda uning hayot va faoliyati haqida batafsil oyat kelmagan. Faqatgina iymon keltirishimiz zarur bo'lgan payg'ambarlardan biri ekanligi ta'kidlangan xolos. Rivoyat qilinishicha, Al-Yasa alayhissalom İlyos alayhissalom amakisining o'g'li bo'lib, İlyos alayhissalomdan so'ng uning da'vatini davom ettirib, Parvardigor nozil qilgan shariatni tatbiq qilgan. Kunlardan biridan İlyos alayhissalom bir ayolning uyiga kirib qoladi. U ayolning kasalmand Al-Yasa bin Uhtub degan farzandi bor edi. İlyos alayhissalom uning haqiga duo qilgach, bu farzand shifo topib sog'ayib ketadi. Al-Yasa İlyosga iymon keltirib, unga tobe bo'ladi hamda u qayerga borsa birga boradigan bo'ladi. Bu vaqtda İlyos qarib qolgan, Al-Yasa esa hali yosh o'spirin edi. Alloh taolo İlyosga vahiy bilan sening duoying sababli qahatchilik bo'lib, menga gunoh qilmagan hayvonlar, qushlar, daraxtlar, o't o'lanlar halok bo'ldilar deya xabar qildi. Ushbu vahiydan so'ng İlyos alayhissalom Bani Isroil qavmiga agarda butga sig'inishni tark etib, hidoyat yo'liga o'tsangiz, Alloh taologa duo qilib sizlarning rizq va ro'zingizni barakali qilishini so'rayman. Sizlarni qilgan xato va gunohlaringiz, botil narsaga ibodat qilganingiz sababidan qahatchilik yuz berib, ko'pgina begunoh hayvon va qushlar nobud bo'lib, daraxtlar quridi. Endi ham tavba qilib, yolg'iz Allohga ibodat qilmasangiz, ochlikdan halok bo'lasizlar. Sizlar gunohga botib, ibodat qilayotgan botil butingiz zarracha foyda keltirmaydi. Butlaringizni tashqariga chiqarib, ulardan madad so'ranglarchi, madad berarmikan? Agar yordam qilsa, amallaringiz to'g'ri bo'lur. Yordam qila olmasa, u narsaning botil ekanligi ayon bo'lur deya murojaat. İlyos va Al-Yasaning bu da'vatlaridan so'ng Bani Isroil qavmi butlaridan o'zlariga madad va yordam so'rab, ularga siqinishga kirishdilar. Ular qanchalik sig'inmasinlar, na ma'naviy va na ruhiy o'zgarish sezmadilar. Shundan so'nggina İlyos va Al-Yasaga yuzlanib, sizlar Alloh taologa duo qilinglar. Duoyingiz ijobat bo'lib madad bo'lsa, barchamiz sizlarga tobe bo'lurmiz dedilar. İlyos bilan Al-Yasa Allohga yolborib duo qilgan ondayoq ko'kda bulut paydo bo'lib, yomg'ir yog'di. Yerdan maysalar unib chiqib, daraxtlar ko'karib, rizq va ro'z serob bo'ldi. İlyosning qavmi ocharchilik zahmatlarini unutib, har tomonlama serob bo'lgach, yana ahdlarini buzib, zalolat yo'liga kirishdi. Bundan qattiq ranjigan Al-Yasa va İlyos Alloh taologa, Parvardigoro, bu xiyonatkor qavmdan qutqazgin deya duo qildilar. Yo İlyos,
buyurilgan yerga borgin. Senga bir ulov keladi. Shunga qo'rqmay mingin degan nido keldi. Aytilgan vaqtda Alyasa va Ilyos belgilangan joyga bordilar. Bir ot paydo bo'ldi. Ilyos unga mingach, ot samoga ko'tarila boshladi. Shunda Alyasa, "Ey Ilyos, menga nima buyurursan?" dedi. Ilyos ustidagi kiyimini yechib unga tashladi. Bu Bani Isroilga xalifa bo'lgin degani edi. Boshqa bir rivoyatda esa Ilyos o'z Parvardigoriga duo qilib, jonini olishni, shu bilan zolim qavmdan xalos etishni so'raydi. Alloh uning duosini qabul etib, ruhi pokini qabz etganligi, so'ngra zalolatga mubtalo qavmini hidoyatga boshlash uchun Alyasa alayhissalomni payg'ambar etib yuborganligi aytilgan.